Biz hozir mana ish jarayonlarini tekshirgan ikkovimiz Netonga Jasurbek ukamiz bor, dekorator Shanoldi ikkovimiz servis tekshiruvlar. Maslahat, fikr almashishlar. Bizani kuzatib boringlar. Assalomu alaykum. Oka qalaysiz? Bugun charchayapsizlar, yaxshilasizlar? Qalay ketyapti ishlar? Charchab qolmasdan. Ya charchash yo'q, yurimiz mana. Ya, hormaylar, assalomu alaykum. Qalaysiz aka? Biz charchayapsizlar? Pulda pul deydi. Ha? Ikkisi da berdi, yana qani do'kasini. Mana menga ham surdingiz, a? Hozir surdingiz. Lekin prochniyligi gap yo'q. Illyustrator. Mana. Yaxshi-da. Ustidan boring qilib qo'ysam 5 ta kesak. 5 deydimi? Haqiqiy bo'ladi. Kvadrat joy bor. Boshqa kvartiraning egasini tutdi. Defektlar borda. Wagnerga yoqmagan. Bu yaxshiga umuman ola bo'lmaydi. Buni ishlash tartibi qanaqa aka? Bu mikrosement. Mikrosement qarang, xohlagan fakturangizni ishlasangiz bo'ladi bemalol. O'shanisi bilan o'zi bu qiziq. Bilsangiz, apparatda polirovka qilishadi, shlipovka qiladi. O'shanda o'sha fakturalarni kuydirib, ola-bula effektini chiqarishadi. Spesial. Yaxshi oka mahsulot, xudo xolasa yana ishlaymiz. Charchamanglar.